Shoshmayapsanmi? To'xtab tur. Ol. Ha, ket. Ana. Oldingmi? Oldim. Oldingmi? Qani olib ketchi. Yomon qutmasanda. Qani olib ketchi. Ish qilayotganing bilasin dedim-da. Zo'r chiqdi. Yomon emas. Bor choyobga. Hop, hozir. Qani? Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Yaxshiroq bo'y. Mana bu yerlarni ham qo'ying. Charchamyapsizlarmi? Qoyilman. Keling dada. Rahmat. Tugab qopti-ku. Ha, endi xudo xolisi biz Jasur bilan biror bir ishni boshlasak, albatta tugatmay qo'ymaymiz. Ha. Do'stligilik ko'z tegmasin-da, iloyim. Dadam rahmatlikni bir gaplari bor edi. Qiyomatli do'stlikni bu dunyo fazilati ulug' bo'ladi derdilar. Mana shu gap hech qachon esinglardan chiqmasin. Sizlar ham bir umr qiyomatli do'st bo'lib qolinglar. Farruh, uxlayapsanmi? Bunda qanday javob beryapsan? Bor-ey. Farruh. Vaqtni o'tishini qara. Hash-pash deguncha talabalikni oltin davrini ham tugatdik-a. Ertaga imtihonlarni topshirib diplomni olamiz-u, xayr, universitet. Seni bilmadim-u, lekin nimagadir men uyga ketishimizdan hech xursand emasman. Nimaga? Axir Dilnoza bilan umuman gaplashib olganim yo'q-ku. Ochiq oydan hal qilmaysanmi? Shartta borib gapirmaysanmi? Voy, qana qilib gapiraman, uni ko'rishim bilan o'zi tilim aylamay qoladi, Jasur, hayajonlanaman. Bunichi bilsang agar sevgi deyishadi. Qisqasi bugundan boshlab, aniqrog'i ertalabdan boshlab. Men nima desam shuni qilasan. Rahmat, dono maslahatlaring o'zingga buyursin. Voy, nima menga ishonmayapsanmi? Sen meni aytganlarimni qilsang, mana ko'rasan. Ishing 5 bo'ladi. So'z beraman, shu qizga uylanasan ham. Qayoqdan ham senga bu gapni aytdim-ey. Uxlasang-chi, ertaga imtihon. Uxladim nima-yu? Uxlamadim nima? Baribir sendan ko'chirib olaman. Ko'chirishga berib turasan-a, Farruh? Uxlashga berasanmi yo'qmi? Voy, bu bo'pti. To'ng'illamagan yarim kechasi. Bo'ldi, yot uxla. Ertalab imtihonga tura olmaymiz. Voy. Farruh. Qara, yulduz uchdi. Tur, tilaging tilamaysanmi? Eskilar yulduz uchganini ko'rishsa, kimnidir joni uzildi deyishar-ku. 78 ga kirgan cholga o'xshab gapirmagin, o'rtoq. Men cholmasman. Eshitganimni aytyapman. Xo'p, qani aytchi, hozir kimni yulduz uchdi? Bilmadim. Men balki seniki. Dilnozaga men Ra'noga uylanib, baxtli bo'lishimizni tiladim, do'stlar. Keyin bilasan, Farruh. Birinchi farzandim agar o'g'il tug'ilsa, ismini albatta Farruh qo'yaman. Senchi? Birinchi o'g'il bo'lsa, ismini Jasur qo'yasanmi? Farruh? Isteydim o sana. Qanaqa odamsan sen o'zi? Sanaga tushuntirib miyam og'rib ketdi. Miyangda Hurayma mı sana? Nega o'qimaysan, nega? Mashina olib miyangga otlaymi sana? Bana oldimga ikkinchi kema, gapirmayam iltimosini qilma. Bahoyi 2. To'poy sen. Ana
Voy. Ey Jasur. Ey Jasur, tur, uxlab qolibmiz, tur, imtihon-ku bugun. Nima? Imtihon? Ha? O'pdi omadingni. Jasur, uyqusirmagin bo'l, tur tezroq. Esingdan chiqdimi? Dekan imtihon oladi bugun. Qara, 9:30 bo'libdi. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshi dam oldingizmi? Shoshib turganda shartmi shu? Bo'la qol, tezroq kiyin. Ko'zingga qara yursang bo'lmaydimi? O'zingni ham qo'ygan joyingni qara. Qara. Ey, narsalaringni ol, ketdik. Voy, yursang tezroq. Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hay Jasur. Qochma Jasur. Nima? Qatug'i pulini qachon berasan? Jasur, bo'l. Har doim shunaqa deman deysan. Majburlab ichiradi, keyin so'ring. Voy o'ynashda bo'lib ketdi-ku. Shayton deydi qoshini o'rtasiga bitta ber. Kipriklar to'kilib tushsin. Yürü kızım. Boğazı tügmelerin kapı var. Ey, oğlum bu. Shoshib kirding. Tügme takışga ulgurganim yo'q. Ey, shoshma. Ay, shoshib kirganda ham hammasi qaysi bo'ladi? Hey, Faruk. Hey, qarab, Dilozor mashinada Zahrim. Xo'sh, qalay? Ahvoli yaxshimi? Uni ko'rsam bo'ladimi? Biz qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rdik. Lekin do'stingizni hayotini afsuski saqlab qola olmadik. Nima? Yaqinlariga tez xabar beringlar. Bardam bo'ling uka. Uni mendan boshqa hech kim yo'q. Jasur. Bolalar uyda katta bo'lgan. Sizga Xudo sabr bersin. Rahmat. Oğlum. O'zingni ko'p siqilma. O'rtog'ingni qismati shu ekan. Nima ham qila olardik. Mana qo'limizdan kelgancha ma'rakasini o'tkazdik. Bu yo'lga endi faqat duoda bo'lamiz. Joyi jannatda bo'lsin.
orqasidan kelgan bolamiz edi-da. Xudo rahmat qilsin. Menga qara. Ha men o'g'lingni yupatish bilan o'g'rimoni sen bo'lsang, yarasini yengillasana kelib. Hali oldinda imtihonlar turibdi. Qolaversa borib axir diplomini olishing kerakmi yo'qmi o'g'lim? Ertaga yo'lga chiqaman, dada. Aha, unda yaxshi. Mana, Rahmat. Jasur do'sting juda ham yaxshi bola edi. Xudo rahmat qilgan bo'lsin iloyim. Aytganingiz kelsin. Hozir qilib ketardinglar. Mana shu yerdan o'tayotdim. Jasur yo'q endi. Ha. Mana bu qatig'ini pul ekan, ey. Yo'q, keragi yo'q. Yo'q, oling. Jasur bermoqchi edi faqat. Ulgurmadi. Farruh. Voy. Meni eshityapsanmi? Nima? Rostdan ham eshityapsanmi? Kim bor bu yerda? Hey, hazillashmanglar. Sanjar! Ey! Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Farruh! Ey, Farruh! Sizlar! Qo'yinglar! Qo'ying! Qo'y, boshqa Ana, tuzumsan o'rtoq. U shu yerda. Kim shu yerda? Ey, meni sendan boshqa hech kim ko'rmayapti. Hey, Farruh. Nima ko'rmayapsizlarmi? Yaxshilab qaranglar. Ana, Jasur turibdi. Ana, qaranglar. Yo'q. Nima ishonmayapsizlar? Mana turibdi-ku. Bu yerda hech kim yo'q. Farruh, agar hozir sen bularga hech kim yo'q ekan demasang, bular seni jinni bo'lib qopti deb o'ylashadi. Ey, o'zingga keldingmi? Uzr. Mayli, hech ko'rgansan shekilli. Men Jasurni o'ylayverib, Qani yura qol xonangga, daningni ol. Yur. Sen ham xonangga kir. bolalar.
Bo'p turadi. Qo'rqma, sen chiqar. Tinchlan. Menga qara, nima bo'pti? Bunuchi tomi ketib qolgan. Yo'q-a? Qismat shu ekan. Davolash kerak unda. O'ylayverma. Orqaga tashlab. Mayli. Yur kirib qilaylik. Zilzilada uylab biram qo'rqdim. Uyquni ham rasvo qildi. O'zingga kelib qolasan. Yuraver, qo'rqma. Mana qara, hech kim yo'q. Qani, kel xonangga. Kir. Lekin men rostdan qo'rqma. Men borman-ku yoningda. Qo'rqma. Uxlab damingni ol. Biron narsa kerak bo'lsa mana men borman. Rahmat. Yaxshi yotib tur. Mana eshikni yopib qo'yapman. Rostdan ham arvoh yo'qmi? Ket tezroq xonamga kirib olay. Endi ertaga Farruh tomi ketib qolibdi degan gap tarqaladi. Bilasanmi shuni? Qanday qilib? Nima qanday qilib? Butun yotoqxonani boshingga ko'tarib yubording-ku. Yo'q. Tushunmading. Qanday qilib qolding? Nima bo'lganini o'zim ham tushunmay qoldim. Yotoqxonaga kelsam, hech kim meni ko'rmayapti. Hech kim meni eshitmayapti. Ja, senga o'yin topildi endi. Sen arvohsan, ha? Bilmadim endi shunaqa bo'lsa kerak. Qoyil. Ey, agar arvoh bo'lsang, nega faqat menga ko'rinyapsan? Bilmasam. Ehtimol qiyomatli do'st bo'lganimiz uchundir. Ha? Esingdan men senga va'da bergandim. Va'da? Xudo xolasa Dilnoza bilan seni baxtli qilaman deganmidim. Nima, unutdingmi? Yo'q. Esimda. Lekin bilasan-ku, Dilnoza u osongina ko'nadigan qizlardan emas. U yog'ini menga qo'yib ber. Xullas, gap bundoq. Bu tush emas. Ey, meni qo'rqitishni bas qilasanmi yo'qmi? Yo'q, menga yoqyapti. Yoqmay o'lsin, qoch. O'tib ketaver. Hey, menga qara. Murabbiy, qaysi nuqtadan lozim bo'lsa? Ey, bo'ldi qilgan jasur. Nimaga men bo'ldi qilishim kerak? Men seni o'ylayapman. Men unday qila olmayman. Bo'lmaydi. Tamom. Assalomu alaykum. Birpas jim tur. O'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Hozir Dilnoza oldiga borasan-da, Ovozingni o'chirasanmi yo chakagingni urib yoraymi? o'chirmayman. Agar ovozim Nega senga baqirasan, tavba qildim. Men nima dedim? Indamay ketyapman-ku yo'limda Haligi bola. men- Seni umuman tanimasam. Yo'q. Tavba. Sizga baqirmadim. Men haligi bo'lmaydi o'zi. bo'lmaydi. Asabiy shunaqa chatoq ekan. Ana u novopasiti. Novopasiti chuvogi, asablari o'ziga keladi. voy xolajon. Uyalmaysanmi? Davolat Xola, o'zingni men bola. sizga emas, Yoshim men sendan haligi katta uzr, bo'lsa. xolajon, shoshmang. Men sizga emas, shoshmang, xola. Katta ayolga gap otib o'tiribsan-a. Bechorani yuragi yomon bo'lsa, tamom tashlab beradi bitta. O'zi hammasi seni deb bo'ldi. Har narsadan ko'ra erkin nafas olib yashashni afzal ko'ruvchi shahar hokimiga o'g'illarning hiyla-yu nayranglariga aslo o'z vatandoshlarining dushman tomoniga o'tib ketishi va hatto ularning elchisi bo'lib
o'tirolga kelishidan qattiq g'azablanadi. Mohir sarkarda, jasur va irodali jangchi sanalgan Inomchiqda davlat arbobiga yarashmaydigan qiziqqonlik va sabrsizlik hislatlari ham yo'q emas. U asli o'zi Sen endi hozir darsda o'tirmoqchimisan? Giyohvandlikni bilmaydigan cho'rtkesar odam edi. Domla uxlab yotibdi-yu. Shoh mulozimi qora Tartib. Voy bu domladan bemalol bahoyini ola olasan. Yur ketdik, tur ketdik. Ketolmayman, tushundingmi? Ketolmayman. O'zi shunaqa hazm ko'ryapman. Yana o'zi bilan o'zi gaplashyapti. Biron chora ko'rish kerak. Bunaqada bo'lmaydi. Domla javobim qoniqarlimi? Javobim qoniqarlimi? Yaxshi. Juda yaxshi. O'tir. Tak. Chiqasanmi yo'qmi? Darsdan keyin. Mayli. O'zim ketaman. Xo'sh. Bugungi darsimizni mavzusi diqqat qilinglar. 13-asr O'rta Osiyo xalqlarining tarixi. Bu tarix tushunmadim. Qanaqa yong'in? Qasib ketdi u. Domlaga o'zingsan. Ha, uzr domla. Ha. U haligi Jasurda o'limidan keyin shunaqa vahima bo'lib qolgan. Tavba, tushunmadim. Asabdan bo'lsa kerak. Xo'sh. Familiyasi nima edi? Jabborov. Nima u? Ozgina. Ya, mayli domla, chalg'imaylik. Dars davom ettiravering. Tavba. Yong'in! Qanaqa yong'in? Hamma tashqariga! Tez! Ketdik. Yong'in! Nima bo'lib qolgan? Bilmayman, nima bo'lgan o'zimga. Yong'in! Yong'in! Yordam beringlar, yonib ketyapmiz. Qalay, bopladimmi? Baribir darsdan olib chiqdim-a seni. Menga qara. Seni deb hammaning oldida sharmanda bo'ldim. Har qanday hazilning chegarasi bo'ladi. Mana shunaqa qiliqlaring jonimga tegdi, tushundingmi? Butun institut ustimdan kulib yuradi endi meni. Ahmoq, o'lsagam qutulmadim sendan. Qanaqa bo'lsa o'zi? Dastingdan teshib bormi, yo'qmi? Lekin juda ham ishonarsiz. Bo'lsa bo'ldi sen. Turishingni qara, yana uyalmasdan. Tushunmadim. Ha? Kimga baqiryapsan sen? Ha? Nimaga baqiryapsan? Voy, nima deydi? Gaping bormi? Yo'q, siz haligi men sizga emas. Men turibman, hech kim yo'q boshqa. Qoch. Kekintangiz yozma, tushundingmi? Qoch, o'lasan hozir. Bo'yningiz bo'lamas ekan. Alo bo'laga, ha? Ushlab turing, G'uzarxon. To'xting. Menmi? Yo'q, men emas. Esimdan chiqib qopti. Senga qo'shilib men ham O'rgildim. Sendaqa aql mirzadan. Boring. Albatta xafa bo'laman-da. Meni o'rnimda bo'lsang o'zing nima qilarding? Mana ko'rdingmi? Seni deb noqulay vaziyatga tushib qolyapman. Nima? Qo'ysang-chi. Boyaga barzangini qo'lga tushsam bormi? Sanjar, Farruh keldi. Nasravol keldi. Oldim. Senga faqat kulish bo'lsin. Faqat sekin. Hozir to'xtab tur. Shoshmasdan. Shoshib olay. Shoshma, eshik ochmasin. Qila qo'y, yugur. Ay, Qara. Ey!
Kimsizlar? Meni bir o'rtog'im ham xuddi shunaqa ahvolga tushgan edi. Farruh, qo'rqma og'ayni. Biz o'zimiz seni davolaymiz. Sen yopishib olgan insu jinslarni haydab chiqaramiz. Agar hozir o'qitib yubormasang, bir umr qiynalib yurasan. Tushunding? Bu chala mullalaring qo'lda nima ham kelardi? Sen jim turib tur. Bo'ldi. Ko'raylik. Hammasi tayyor. O'zi seni nima bezovta qilyapti? Dilnoza bezovta qilyapti buni, Dilnoza. Qo'rqma, gapiraver. Mana u meni bezovta qilyapti. Ko'rdim. Mana. Qo'yil. Rostdanmi? Turli qiyofaga kirib olib, konspiratsiya qilganda o'zicha. Lekin qochib qutulib o'pti meni o'tkir nigohimdan. Devor bo'lmasa-chi? Ko'chani ko'raman men. Ana. Yana ko'rdim. Ko'rdim. Boshlaymiz. Firdos, kardoshimiz uchun shuchas, armiya bas. Inson. Qo'lingdan keladigan ishni qilsang-chi. Buning o'zi shaytonlab qoldimi deyman-a? Yo'qlang, chiqaver, chiq, ishdan chiq. Ta'sir qilyapti. Ana. Buni qaranglar. Shu ko'ryapti, ko'ryapsanmi? Qara. Ana. Qaranglar. Voy, menga nima bo'lyapti? Qaranglar. Voy bo'lyapti. To'g'ri. Voy. Ay, buni men sen boshqa vaqt bermayman. Ay, kim bo'lsinlar? Ovozingni o'chirang. Mana bu sen boshqa vaqt bermayman. Ay. Qo'y bo'ldi. Yo'q bo'ldi. Voy bo'ldi mana. Mana bu yoqdagi, g'oyib bo'ldi. To'g'ri suvdan. Ko'rdingmi? Nafasim kuchli-da. Bo'ldi. Ko'mishma. O'zing ham yo'qolib qolasan keyin. Bo'ldi. Hozir. Farruh. Qo'yil demoqda. Qo'yil. Gap yo'q. Sekin ota farakat o'tagamni yuray deding-ku. Xo'sh, haligi endi gap bunday Farruh. Shu deyman. Ana u soqqadan chiqdi og'ayni. Haligi soqqa. Haligi nyam. Qo'l haqqi deyman, qo'l haqqi. Xizmatlaringga rozi bo'ling. Do'st uchun nimalar qilmaydi unda? Rahmat lekin, Mayli, yana gaplashamiz Farruh. Bo'pti bolalar, rahmat. Endi film o'chamiz. Ana Nargizani hech ko'rolmayapman. Yo'qlab berasan, ha? Nargizami ana o'tirishgan? O'zim hal qilib beraman ishingni. Xavotirlanma. Sendan bitta choyxonada. Tavba, qo'yil. Qo'yil. Tavba qildim. Qalay? Sen axir hozir Yordam beringlar. Yo'qolib ketyapman. hozir stipendiyani yarim berib ularga. Yo'q. Battar bo'l. Hammasini berib yuborish kerak edi. Qani endi asosiy masalaga o'tsak bo'ladimi? Boshqa ilojim ham yo'q. Juda to'g'ri tushunding. Masalan, O'rta Osiyo xalqlari xuddi forslar kabi oromiy, ya'ni mehnat yozuvini joriy. Shu bilan birga O'rta Osiyo xalqlari tomonidan yaratilgan Zartushtiy ta'limoti va uning muqaddas sanalgan kitobi Avesta, Eron va Shimoliy Hindistonda juda ham keng miqyosda tarqalgan. Albatta, o'sha davrda yaratilgan madaniyat va san'at. Siz jim turing, ustoz kelchasiz, men bularni eshitmayapman, sal dam olib turing. to'g'risini aytib olib kelaver. Hanjar, sopol buyumlar, ana hind ma'budasi tasviri, baland Ustoz, uzr. Kutubxonaga chiqib kelsam Alo, maylimi? sizga gapiryapti. tanaffusga chiqsangiz bo'lmaydimi? Chiqib kelay degandan keyin qo'yib yubormaysizmi? Nima qilasiz so'ra? Bir nusxada. Hozir olmasam qo'lma-qo'l bo'lib ketadi. Mayli, ruxsat. Rahmat. Haykalchalar, cho'qqi Keyingi safar chiqib kelaman deganda darrov qo'yib yuborishni o'rganing, ustoz siz ham. Xorazmda topilgan otashxona va boshqa ibodatxonalar
Abu Rayhon Beruniy ta'riflagan otashgohlar to'g'risida tasavvur beradi. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qadimiy Marokkan degan kitob kerak edi. Xo'p. Hozir. Jasur, bu kitobni menga nima keragi bor? Ana bu yoqqa qara. Tushunmadim. Qara, qara. Dilnozaku. Dilnoza. Endi borib yoniga o'tirasan hozir. Nimaga? Axir o'zing aytarding-ku, imkoniyat yaratib berdi. Mana, o'sha sen kutgan imkoniyat. Og'ayni, voy, bunday qulay fursatdan foydalanib qol. Hozir uning yoniga borib, Yo'q, bormayman. borasan. Qani oldimga to'shib ketdik. Bo'l. Xo'sh. Qani, kel, o'tir. O'tira qolay, O'tir, lallaymasan-chi. Gapga sol endi, gapga. O'rgatma, o'zim bilaman. Qani bo'l. Ha? Nimaga dovdiriysan? Romantik gaplardan gapirsen-chi. Bo'l. Qani, boshla. Bugun ob-havo yaxshi, ha? Nima bu senga gidrometsentrda ishlaydimi? Ob-havoni so'raysan bundan? Qayoqdan olding bular gaplarni? Kinodan? Undan yana hozir atmosferani so'ragin, qaysi planetadan kelganligi haqida so'ragin, balki u seni o'zini planetasiga olib ketishi mumkin. G'ofurova, Jabborov, buyurtmalarni olinglar. Marhamat. Xo'p. Hozir. Xo'sh. Mana daftarcham. Yaxshi. Ikkovlar bitta kitobga buyurtma beribsizlar. Nima dey? Menga bu kitob juda ham zarur deb aytgin. Haligi balki yana bir bor qarab ko'rasiz. Ha, balki bordir. Chunki menga bu kitob O'zi bitta qolgan. Mayli. Agar juda zarur bo'lsa, siz ola qoling. Men ertalab olaman. Xo'sh, nima qildinglar? Hechqisi yo'q. Bo'pti. Menga qara, senga nima kerak o'sha kitob? Qo'y, berib yuborgan hammasini olib ketursin. Bo'linglar. Tezroq hal qilinglar, kimning nomiga rasmiylashtiray kitobni. mayli, shu kishiga bera qoling. Meni bu mavzudan ertaga imtixonim bor edi. Hech qisi yo'q. Bir amalab topshirarman. Rahmat. Mana. Rahmat. Shuni o'ylab topgan rejang? To'yib gaplashgani ham qo'ymading. Faqat kitob talashdik. Nega buncha asabiylashasan? Ha, o'xshamadi. Qulay fursatni qo'ldan chiqardik. Ana, hammasi rejam bo'yicha ketyapti. Yana nima kerak senga, o'rtoq? Ana, u seni yoningga kelyapti. Bor, eshikka qarab yuribdi. Bor. Faqat ortingga qarama. Xo'p, bo'l. Qarab tur. Kechirasiz. Mumkinmi? Ha, bir daqiqaga. Keling, qarab oling. Kitobni sizga ertaga bersam bo'ladimi? O'zingni juda g'amgin tutgin, siqilib, ertaga kech bo'ladi deb ayt. Holat. Aytdim-ku. Bechara. Shu Yig'la. ertaga shu mavzudan imtixonim bor edi. Dard bilan. Shunga olmoqchi edim. Bir amallab topshirib olarman. Unday bo'lsa ola qoling. Ozgina kutib turing, ba'zi joylarni ko'chirib olaman degan. Agar biroz kutib tursangiz, men ba'zi joylarni ko'chirib olardim. Vaqtingiz bo'lsa albatta. Keyin kitobni bemalol olib ketaverardingiz. Mayli. Ana. Aytdim-ku, hal qilib beraman deb. Unda yuring. Marhamat. Bosh kelma, kuyov bola.
Bitiruvchi kursda o'qiysan, sal aqlliroq qilgin bashariyni. O'zingni tanishtirmaysanmi? Dilnozani bahonada gapga solib o'tir. Ismingni aytasanmi, yo'qmi? Jim o'tirma, senchi? Aytgancha, ismim Farruh. Meniki Dilnoza. Tanishganimdan xursandman. Ha, yaxshi, yaxshi. Boqsa odam bo'lasan lekin. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli, bemalol so'rayvering. Kecha yo'lida yong'in deb baqirib yugurib yurgansizmi deysiz? Agar dars yoqmasa shunaqa qilib qochib chiqaman deb ayt. Ha, darsdan qochish uchun do'stim bilan bahslashgandik. Mana, isbotlashimga to'g'ri keldi. Shunaqa deng. Ha. Ana bo'ldi. Bir past yozib bo'lganini-chi buni. Galvars. Marhamat. Katta rahmat sizga. Arzimaydi. Yaxshi bo'ling. Mayli. Xo'p. Ko'rishguncha. Xayr. Ha, bu qizlar bilan gaplashishni bilmayman derdingiz-ja, olib qochdingiz-u, ha? Endi ustozdan o'rganyapmiz-da. Qoyilman. Men ham Ra'noni sevib qolganimda yurardim boshida uyalib. Keyin bo'lsa borib shartta gapiradigan bo'lib ketganman. Sen darsingga boraver. Meni ishim chiqib qoldi. Hozir kelaman. Ra'no? 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 Yana uni o'ylab o'tiribsizmi? Kim o'ylasin, seni o'ylasinmi? Axir necha marta aytdim sizga, Ra'no. Endi u yo'q. Unuting uni. O'chir ovozingni. O'chir. Seni o'zing yo'qsan. Unutish oson deb o'ylaysizmi? Shuning jasur qaytib kelmaydi. Suratini birga olib yurishni bas qiling endi. Bo'ldi. Nima, seni suratingni olib yursinmi? Ha, aytgancha. Mana u sovg'a sizga. Ataylab siz uchun oldim. Ichida nima bor? Qurbaqa bor ichida. Ochsangiz ko'rasiz. Oling. Ra'no, olmaydi u sovg'ani. To'g'rimi, Ra'no? Olmaysan-u, ha? Olmayman-da. Sizga yoqadi deb o'ylayman.
bir ikkita ishlarim bor. Seni qanaqa ishlaring bo'lishi mumkin? Axir sen ruhsan-ku? Nima? Ruhlar ham ishi bo'ladi-da. Xo'p, men nima qilay? Sen endi darsingdan qolma. Hey, voy, shoshma, Jasur Dilnozachi. Voy, to'xta. Ay, boshim. Hey, Ruhman, sen emas. Hey. Eshikni ochish esingdan chiqmasin. Xo'p. Boshingdan ayrilib qolmagin tag'in. Bo'pti. To'xta. Dilnoza bilan oxirigacha hal qilib ber, Jasur. Voy. Menga qara, bu yerdan o'tmasa nima qilamiz, ha? O'qishmadiki senga qanot yozib uchib chiqib ketib qoladigan. O'tadi. Ana aytdim-ku sen kelyapti. O'rgatgan, voy nimaga dovdiraysan? Nimaga hayajonlanasan, ha? Odam ham shunaqa bo'ladimi? O'rgatdim-ku senga. O'zingni qo'lga ol, oddiy qol-ku bu. Hayajonlanma. Bo'ldi, o'zingni bosib ol. O'rgatganlarim esingdan chiqmasin. Ketdik o'shanga. Birda kech qoldik ketdik. Yo'q. Assalomu alaykum. Qaysizlar qizlar? Yaxshimisiz Dilnoza? Imtihonda yaxshi o'tdi. Yaxshi. Nima? 3 kundan keyin-ku. Xo'p. Aytgancha, u imtihonni ertalab topshirib chiqdim. Bitiruvchi kurs bo'lganimiz uchun imtihonlar shunaqangi ko'pki, qaysi imtihon qachonligini chalkashtirib yuborish hech gap emas. 3 kundan keyin yana imtihonimiz bo'lishi kerak edi. Shunga ikkalasini adashtirib yuboribman. Sizga rahmat demoqchi edim, yordamingiz uchun. Arzimaydi. Mayli. Yaxshi qoling. Boramizmi? Ertaga tushaylik. Telefon raqamingni bermaysanmi? Shoshmang Dilnoza. Haligi har ehtimolga qarshi telefonimni yozib oling. Xo'p. 120 0101. Eslab qoldim. Yur ketdik. Piano dugonasiga mening raqamimni berib ol, menigini berib ol. Mayli, kerak emas. Jasur? Sen qayoqqa? Ishim bor. Qanaqa ishing bor? Sen nima ishing bor? Mana u. Ko'ryapman. Nimani? Seni bugun shahzodang kutmoqda. Voy, qanaqa shahzoda? Uni niyati jiddiy. U senga uylanmoqchi. Voy, qochma. Faqat yo'q demasang bo'ldi. Voy, men uni tanimayman-ku. Uni tanib olish qiyin emas. Yaxshi. Yo'q. Mana juda ham oson. U oppoq shimlarda kelishgan. Ko'k futbolkada. Ko'k? Boyib ketasan. Milliarder bo'lib ketasan. Yana qarang. Jaraq pul ko'ryapman. Yeganing oldinga, yemaning ketingda bo'ladi. Sen boyvuchcha bo'lib ketasan, boyvuchcha. Ana ko'rasan. Kuyov bola-ku. Chunki nafasim kuchli. Ko'k futbolka, oq shim. Bo'pti Nargiza. Albatta keladi. Yaxshi. Bo'pti qizlar, ko'rishamiz. Mayli. Baxtli bo'linglar. Ham qo'l ochib qo'yasiz. yaxshiligini hech qachon unutmayman. Qo'ysangchi, va'dangni unutmadingmi ishqilib? Yo'q. Bugun choyxonaga boramiz, ha? Albatta. 5 oy. Qani ketdik? Yo'q. Kelishdik. Mayli, men bilan. Qayoqqa borasizlar? Yunusobod shahrida. Qancha berasiz? 3 ming. Yaxshi, o'tiring. Hozir 1 minut. Bo'pti, Malika. Ertagacha. Aha. Yaxshi yetib olamiz.
vaqt beraman. Mol. Tarbiya berib qo'ysanglar bo'lmaydimi kuchuginglarga? Kelgan mehmonga amakillaydi. Dilnoza, itga nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilmasam, o'zidan o'zi vovulayapti. Ovqating tayyor, so'masdan yeb ol. Yo'q, shoshib turibman. Ha, Ulug'bek akangni tug'ilgan kuningga aytish esingdan chiqmasin, xo'p? Xo'p, aytaman. Kim o'zi? Nima bor unga tug'ilgan kunda? Qayerga kirib ketdi? Deb yuborasiz. U zo'r uxlatdi. Uxla ko'zim allayo, qora ko'zim allayo. Yo'q, albatta. Gaplashib ko'raman. Xo'p. Salom. Voy, salom. Dilnoz? Ha? O'zingmisan? Tanimay qoldingizmi? Ha, endi kichkinagina qizcha eding. Darrov ulg'ayib qolganingni qara. Siz ham o'zgarib ketibsiz. Ha, endi bilasan-ku. Qani mashinaga o'tir. Ishlaring yaxshimi? Ha, loyiham tasdiqdan o'tdi. Ishni ham boshlab yubordim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xush kelibsiz. Rahmat. Olib o'ting. Rahmat. Xabaring bor, Hamid. Ulug'bekjonni qo'ymay Londondan chaqirib oldik. Bag'rimiz to'lib o'tiribmiz endi. Qara do'stim. Kechagina farzandlarimiz yosh bola edi. Endi ular yosh bola emas. Bo'yi yetgan yigit va qiz. To'yni boshlab yuboramizmi, Hamid? Nima deysan? Men qarshi emasman. Yoshlar bir-birlarini tilini topsin, bir-biriga dilini ochib ko'rsin. Qani nima qarorga kelishadi? Ular rozi bo'lsa, men tayyor. Xo'p. Sen aytgandek bo'la qolsin. Meni tushunganing uchun rahmat. Men o'qishga ketayotganimda nechinchi sinfda eding? O'zingiz toping-chi. 7da. Yo'q, 8-sinfda edim-ku. Qara-ya, bir pasda vaqt o'tib ketganini. Qara. Restoranimizga xush kelibsizlar. Nima buyurasizlar? Ay, Dilnoz, nima yeysan? Shirinlik. Ikkita yong'oqli pishiriq, sharbat, kola. Xo'p bo'ladi. Yana nima? Hozircha shu. Yarimta lag'mon ham. Xo'p. Ulug'bek aka, butunlay keldingizmi? Yo'q, tavba qildim, astag'firullah, tavba qildim gapiring. Yo'q. Menimcha qaytib ketsam kerak Londonga. Uydagilar qo'yishmadi. Qachon kelasan? Sog'inib ketdik deb. Shunga keldim. Meni qo'ya turgin. O'zingda nima gaplar? Mendami? Hozir tarix fakultetida o'qiyapman. Bu yil bitiraman, xudo xohlasa. Tarixchiman-ku. Unda menga Toshkentni tomosha qildirarsan, ha? G'irt bekorchi bu. Boshqa qiladigan ishi yo'q. Seni Toshkentga aylantirib yurishdan boshqa. Lekin Toshkentimiz tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketibdi. Qara, qoyilman. O'zgarib Men ketgan. sizga SMS'lar yozgandim. Siz javob bermadingiz. Ha, to'g'ri. Ishim ko'payib ketgan. Vaqt yo'q. O'shanga qo'lim tegmadi. Aldayapti bu. Xafa bo'lma. Siz ishonmang bunga. U Erdo'g'an Suzannalar bilan ko'rishib yurgan, aldayapti. Mana o'zim kela qoldim. Birato'la. Barcha gunohlarim uchun javob berishga tayyorman, Dilnoz. Buyuring, Malika, amringizga muntazirman. Yana rasm chizib o'tiribsanmi? Tavba. Yomon qilmadingmi? Hech ko'nik olmadim de. O'rganib ketasan, xafa bo'lma. Qayerda eding? Dilnozani kuzatdim. Nega kuzatding? Uni Ulug'bek degan do'sti bor ekan. Londonda ishlar ekan. Qaytib kelibdi. Ochiqroq gapir. Menimcha u bolani Dilnozada ko'ngli bor. Shunaqa-da. Endi nima qilamiz? Nega xavotirlanasan?
Ozgina vaqt ber o'ylashga. Topdim. Yo, men senga ruxsat berolmayman. Samarqandga ketamiz. Darslarda qolib ketasan. Qoldirgan hamma darslarimni yetkazib olaman, domla. Ha, gapiraver. Boraman, kelaman. Boraman u kelaman. Siz ham yuring, mehmon qilaman Samarqandda. Jinni bo'lib qolgansan, men nima qilaman Samarqandda? Nima qilaman? Nima Samarqandni ko'rmaganmanmi? Qayoqda gaplar gapirasan? Ota-onamni ham ko'rib kelardim-da. Domla, menga qarang. Ruxsat berolmayman men senga, qanaqa kelay bo'lasan, kelay. O'zingiz ham xo'psizmi, bo'ladi, domla? Senga Samarqand. Yo'q, boqsin. Domla, balki ruxsat. Mana boshimni qatirmay. Qo'ygal. Bir borib kelsam yaxshi bo'lardi-da, domla. Yo'q, ko'zimdan. Yur, boshqa yo'lni topamiz endi. Hamma tarafdan shang'illab ovozi keladi bu bolani. Ana, chap tomondagi emas, narigisi. Oq qora kiyib olgan. Oq qora ko'ylak kiyganiga berasiz. Men qara, mendagi xoli ham bor. Xoli ham bor. Qara, ko'ryapsanmi? Qara. Yuzda xoli ham bor, tushundingizmi? Ana endi sekin borasiz-da, berasiz. Tushundingizmi? Oling. Tushundingizmi o'zi? Xo'sh, qaysi biri ekan? Ana, ola bo'la ko'ylak. Bunisi o'ng tomondagisi. Bo'ldi, tushundim. Ola bo'lasi. Sal bundaroq qilib yuradigan. O'shasiz. Kechirasiz. Dilnoza sizmisiz? Ha, menman. Unda mana bu gullar sizga. Oling. Kimdan ekan? Kimligi mana bu yerda yozilgan. Rahmat. Sog' bo'ling. Voy, Dilnoz. O'qiylikchi. Iltimos, qo'ng'iroq qiling. Yong'in. Kimdan ekan? Bitta o't o'chiruvchidan. Nima? O't o'chiruvchidan? Dilnoz olib kirib ketdi. Guldimi? Ha, ichkariga kirib ketdi, ichkariga. Yaxshi. Hozir qo'ng'iroq qiladi. Ha, sabr qil. Albatta qo'ng'iroq qiladi. Ana, allo. Dilnoza. Qanaqa Dilnoza? Men oyingman. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yana qovun chirdingmi? Dadam yaxshimalar? Charchamay yuribsizlarmi? Dilnoza kim? Yo'q, oyi. Dilnoza, oyi. Siznikidami? Ha, yo'q, haligi. Yo'q, siz o'ylagan narsa emas, oyi. Yurtiz, nimadir bo'lganga o'xshaydi. Bo'loq. Xo'p, oyi, men sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Yordam beringlar. Nuritdinov domla ichkarida qolib ketdilar. Yordam beringlar. Ketdik. Olmayapti. Kim? O'shanga qilyapsanmi? Ha. Dilnoza, yo'g'im bo'lyapti, keyin gaplashamiz. Voy, masxarabozi. Tushunmadim. U masxarabozmi, o't o'chiruvchimi? Dovdiru. Qo'y, xafa bo'lma. O'ling boshingda qolsin. Voy, nima qilding? Shundoq guldastani tashlab yuboryapsanmi? Ishing bo'lmasin seni. Yur, Dilnoz, yur. Nimadir bo'ldi. Meni o'rtog'imda bu. Oringga shukur. Oringga shukur. Ana avtobus keldi. Sekin. 91 Yunusobod 19 kvartal. Ana mana. Xo'sh, anaqa mayqara kejon. Anaqa biz qayerdamiz o'zi? Universitetdamiz, domla, universitetda. Qaysi universitet? Milliydamiz. Ha, shundaymi? Butun jurnalistlarga men nomda salom deb qo'ygan. Yaxshi, aytamiz. Xotirjam bo'ling. Sen Samarqandga bormoqchi eding, boraver. Rahmat, domla. Domlajon,
otajon, meni kechiring. Rektoriyatga qo'yish. Bugundan boshlab menga bulutni yozishsin. Hozir yozishga kirishaman. Sizga topshirdim. Sizni xudoga topshirdim. O'zimni skoriga topshirdim. Bo'la qolinglar. Mayli, omon bo'ling. Borib qara. Mana endi aniq senga qo'ng'iroq qiladi. Siz ham biz bilan borasiz. Yuring. Yo'q, domla. Yo'q, demak, Dekordan o'tkazishimiz kerak. Bo'ldimi? Hamma yig'ildimi? Ketdikmi? Yo'q, yana bir kishi bor. Kutib turaylik. Assalomu alaykum domla. Uzr, kech qoldim. Kech qoldingiz. Bo'la qolsang-chi, uka. Kech qoldiku sen. Siz? Tushunmadim. Ha, kecha domla iltimos qilib, Samarqandliksan, tarixiy obidalarni yaxshi bilasan, talabalarni tanishtir dedilar. Xullas, men sizlarga gid bo'lib ketdim. Jabborov. Chiqing. Nima qilib turibsiz? Ketyapmiz. Bo'lki, mana bu yerdan senga joy olib qo'ydim. Nima bo'ldi, Dilnoz? O'tiroq. Ikkalamiz o'tirib ketdik. Men quvondim. Yo'q, quvondim. Yuraverasiz. Laylo, Bo'ldi, bachkana bo'ldi. oldiga qara. Laylo, orqaga uzatib yuborgin. Meni bachkana. Bu Ramil haqida gapirib bersam, eshitasiz deb so'ragin. Ha, unda Go'ramirni ham ziyorat qilmagandirsiz. Tort qo'ying. Sizmi? Registonni aylantiraman. Jabborov, qanday tashkil aytib bering. Sizlar uchun. Ayting. Voy o'rtoq do'stlarim, ashlaytilasan. Qani bo'laqom. Boshla. Qani? Hop. Ha. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Ana yetib keldik. Ana tushinglar. Xullas sayohatimizni oshxonadan boshlaymiz. Sizlarni Samarqandcha oshxonani mehmon qilaman. Yo'q, armonda qoladi. Kelinglar. Ha, yaxshi. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Farruxjon uka. Yaxshimisan? Rahmat. Va alaykum Siz assalom. yaxshimisiz? Hozir bolalar, bir daqiqa kiraveringlar. Bular ustozimiz. Assalomu Ular alaykum. Vahoba Yaxshimisiz? O'qishlaring tugadimi? Ha, tugay deb qoldi. Kursdoshlar bilan Samarqandga ekskursiyaga kelgandik. Shunga. Ha, endi bularning qaysi biri keladi? Yo'q, nimalar deyapsiz? Ular boshqa kursda o'qishadi. To'yga aytish esinglar chiqmasin. Baribir Bo'laqa. Aytamiz. Xudo xolisa. Taklifnoma yozib tashlaydi. Salom ayt. Albatta salom aytaman. Rivoyatlarga qaraganda Doniyor payg'ambar baraka keltiruvchi payg'ambar hisoblangan. Ma'lumotlarga ko'ra u kishi 90 yil umr ko'rib vafot etgach, Eronni qadimiy shahri Suzada dafn qilinganlar. Xalq orasida Doniyor payg'ambarni qabri bor joyda tinchlik, osoyishtalik hukm surib, aholisi farovonlikda, to'kin sochilikda yashardi degan afsonalar yuradi. Shuning uchun ham Amir Temur bobomiz Doniyor payg'ambarni bitta qo'llarini olib kelib Samarqandga, mana shu yerga dafn etgan ekanlar. Bu yerda faqat musulmonlar.
Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, quvondik. Sog' bo'linglar. Xayr, Dilnoz. Yaxshi yetib ol. Ertaga sizlarni kutaman. Malika, Bor. Dilnoz Shuncha harakat qilib bir qiyinga oldi. Ana shunaqa gaplar. Sizga kattakon rahmat. Arzimaydi. Samarqand haqida ancha narsalarni bilib oldim sizdan. Yaxshi. Ha, aytgancha, ertaga sizni uyga taklif qilaman. Uyga? Kursdoshlarim keladi. Albatta boraman. Mayli. Bo'pti. Xo'p. Yaxshi yetib oling. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rdingmi? Ko'rdim. U meni uyiga taklif qildi. Ertaga tug'ilgan kuni o'shanga bo'lsa kerak. Ha? Nima? Ertaga tug'ilgan kunimi? Men sovg'a ham olmaganman. Xavotir olma. Bu yog'ini hammasini to'g'irlab qo'yganman. Siqilishga umuman hojat yo'q. Yaxshi ham sen borsan, Jasur. Sen bo'lmaganingda nima qilardim? Gapirma, qiynalib qolardi ancha. Yur. Londonga necha marta borgansiz? Londongami? Birinchi borganimda qolib ketganman. 5 yarim yil. 5,5 yil? O'qidingizmi o'sha yerda? O'qidim. Ulug'bek aka, qahva ichasizmi? O'zim damladim. Yo'q, qizaloq, borib o'zing icha qol. Xullas shunaqa qilib sekin oyoqqa turib oldim. Ba'zan hamma narsani tashlab ketib yorgin keladi. Ammo iloj qancha? Kontrakt. Jonim, Dilnoz opa qarang. Ulug'bek akam qahvamni ichmadilar. Ichmadilarmi? Yo'q, shunaqami? Qoyil. Hozir. Rahmat, yaxshi. Ana kelyapti. Tayyorlanib tur, irshayib tur. Assalomu alaykum. Salom. Kechikmadimmi? Yo'q. Kiring. Dilnozaxon, mana bu sovg'a sizga. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Men ham tabriklayman. Qayerdan bildingiz? Meni yaqin do'stim bor. O'sha aytdi. Londonga qaytasizmi? Eshityapsizmi meni? Ha, eshityapman. Qaytasizmi? Ha, qaytaman. Havasim kelyaptiki, shunaqangi sizga. Uni qara, eng kattasi seniki ekan. Qo'y. Qani? Assalomu alaykum. Alaykum assalom qiz. Isming nima? Zebo, qahva ichasizmi? Ichaman, mayli. Qani bera qol. Qani? Yaxshi. Judayam mazali ekan. Zo'r damlarsan. Osh bo'lsin. Olib o'tiring. Rahmat. Ovqat ham yeysizmi? Ovqat ham yeymizmi? Zebo bor. Kattalarning gapiga aralashma. Ovqat bo'pti, keyin yeymiz. Ketdik. Men yeyman. Bu kishini hammanglar taniysiz. Assalomu alaykum. Ulug'bek. Yaxshimisizlar? Bu Farruh. Yaxshimisiz? Farruh tanishing. Tuzalib qoldim. Ha, yaxshi, rahmat. Ulug'bek aka. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Marhamat, Dilnoza. O'tiring. Olinglar. Men ismim Jasur. Yeb o'tiringlar. Shu vaqt. Men ham tug'ilgan kunga keldim. Mana. Ha, yaxshi. O'zidekkina. Mazza qilib ichib oling. Farruh, menga qoldimi? Bo'sh kelma o'rta. Marhamat. Vaziyatni qo'lga ol. Xo'p, bu van yigitchaga so'z ber. Dasturxonga qarab o'tiring. Menga qo'y. Oling. Ma Dilnoz. Hurmatli mehmonlar, mana sizlar bilan bugun Dilnozaxonni tavallud kunlarida diydorlashib turibmiz. Shu fursatdan foydalanib, kelinglar ilk tabrik so'zini Dilnozaxonning akalari bo'lmish Londondan tashrif buyurgan Ulug'bekjon akaga bersak. Marhamat. Ulug'bekjon akaga so'z beramiz. Ulug'bekjon aka, marhamat sizni eshitamiz. Xonimlar va janoblar. Hos. Avvalo sizlarga avvalo Jim. shunday qilib xullas tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
Rahmat Ulug'bek aka, juda qisqa va mazmunli samimiy tilaklaringiz uchun sizni so'zlaringizdan ilhomlanib bir she'r yodimga tushdi. Ruxsatinglar bilan shuni o'qib bersam. Derlarki dunyoning 7 ustuni olamni yashnatar ko'zni etib lol. Misr ehromi yu Toj Mahaldan ham men uchun buyuksan ayol. Hattoki Eyfelning yuksak cho'qqisi sening izlaringdan yaralgan bilsang, jannatga eltguvchi ko'hna yo'llarning abadiy yoritgan nurisan ayol. G'oyat. Judayam chiroyli she'r ekan. Judayam chiroyli. Siz she'r o'qishni juda ham yaxshi o'rganibsiz. Lekin yigitni faqat tilida emas, bilagida ham nimadir bo'lish kerak. Qaysi sportni turi bo'yicha bellashmoqchisiz Ulug'bek aka? Qaysinisi bilan? Hozir. Bo'sh kelmang. Qaytarmishsami mana to'p kelayotganda? Shundoq to'g'ri kelib to'p ololmaysan. Shuncha odam qarab turibdi. Tuzukmisiz? Bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Turingiz ekan. Xudoga shukr. Yomon deymanmi? Nima bo'ldi? Uzr, men yutqazdim. Hech qisi yo'q. O'yinda bo'lib turadi. Yuring, ketdik. Yuring Ulug'bek aka. Ertaga ko'rishamiz. O'ynashni bilmas ekansan, nima qilasan? O'ynayman deb. Hamma qilgan harakatimni yo'qqa chiqarding. Obro'yimni shu qo'yding-ku, o'rtoq, nima degan odam bo'lding? Sen oy bola, sen chiq bu yoqqa. Menmi? Ha. Sen nima? O'tiraversan domlam, bag'ayimni qo'yib beradi, o'ylaysanmi? Yo'q, domla, hali oxirigacha yozib bo'lmagandim. 4 soat o'tirsang ham qozonda bori chiqadi. Ammo men erta bori chiq javob ber. Yo'q, hali tayyormasdim, domla. Chiq javob ber. Xo'p. Qani, berchi. 13-chi. Xo'sh. Chibalo yo'q bu yerda. Domla, yana ozgina vaqt bering, oldin o'ylab olib keyin yozmoqchi edim. Zachyotkani ber. Menga yana ozgina vaqt bering, iltimos. Zachyotka. Voy. O'lim.
Zajit geri bir. Hoş. Rahmat domla. Sog' bo'ling. Rahmat. Shoshma. Labay. Gel. Oting nimaydi? Farruh. Farruh. Ber aka. Xitoy shajagalkasini olmaganmi? Nega? Ko'rdingmi? Baba portlab ketarkan. Xo'p, ustoz. Rahmat. Rahmat. Omon bo'ling. O'zing bilasan-ku. Nuriddinovdan 5 olish oson emas. Eng muhimi, asosiy imtihondan o'tdim. Qayoqqa qarayapsan? Ana u yoqqa qara. Endi sen mana u imtihondan ham o'tishing kerak. 3 olsang ham do'ppingni osmonga otganlik. Albatta o'taman. Menga omad tila. Omad. Aha. Yaxshimisiz? Salom. Uzr, kecha bunaqa bo'lishini to'g'risi hech ham o'ylamagandim. Ha, darsingiz tugadimi? Ha? Qarshimasmisiz sizni kuzatib qo'ysam? Ketdik. Qizni ko'rib bir kun soniyada ne uchun butun hayotim ostin ustun doim izlar ko'zlarim ayta olmam so'zlarim uni ko'rsam negadir qizarar yuzim sevgini bu yoki bir tushday go'yoki es hushim yo'q hattoki endi qalbimda yong'in do'stim bir chora topgan o'tib ketdi yuragimga uni ko'rganda butun tanimda yong'in do'stim yordamga shoshgan o'tib ketdi yuragimga uni ko'rganda Mana keldik. Rahmat sizga. Dilnoza. Ha? Ertaga ham ko'rish olamizmi? Ha? Balki. To'xtang, sizga muhim gapim bor. Dilnoza, men sizni shoshmang. Sizni ham ko'nglingizda men uchun joy bordir. Demoqchi. Ertaga sovchilarni jo'nataman, xo'pmi? Opa, qo'g'irchog'imni ko'rmadingizmi? O'zing qo'g'irchoqsan. Qo'g'irchoqim. Nima qilasan? Bo'ldi, qo'y boring. Boshimni olib ketdi. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Voy bolami boshi aylanib ketdi. Bir qilaring bor bo'lsin-da. Ha, nima bo'ldi? Juda xursandsan bugun? Ha, oyijon. Bugun men uchun boshqacha kun. To'g'ri. Chaqiravering. Ulug'bek, Hozir. Ulug'bek, dadang chaqiryaptilar. Dadasi, urushmasdan yo'q. Labbay dada. Tushuntiring. Xo'sh, gaplashdingmi? Yo'q hali. Hoy. Ha, biz seni u yerdan nimaga chaqirtirganmiz? Xo'p, gaplashaman. Tezroq gaplashgin, jon bolam, iltimos. Xo'p. Mana Dilnozani muhabbatini ham qozonding. Ha demay to'ylaring ham bo'ladi, xudo xolisa. Endi o'zing xohlagandek bu yog'iga endi men seni bezovta qilmayman, o'rtoq. Nega?
Chunki men bu yerda boshqa qola olmasam kerak. Hammadan ham eng asosiysi, hademay sen oila qurasan. Dilnoza bilan baxtli hayot kechirasizlar. Lekin afsus, do'stim, to'yingda ishtirok eta olmayman. Qayoqqa? Hozir kelaman. Alo, Salom Dilnoza. yaxshimisiz Farruh aka? Rahmat, yaxshi. Haligi bilasizmi, men sizga qanday tushuntirsam ekan? Men sizni baxtli qila olmayman, Dilnoza. Nima? Sizni oilangiz, meni sharoitim. Xullas, men sizga loyiq emasman. Iltimos Dilnoza, meni kechiring. Qizim, nima qilib o'tiribsan? Ha, chiqmaysanmi? Ulug'bek ekan kelgan. Hozir. Tezroq bo'l. Xo'p. Ha, Dilnoza. Kayfiyating yo'q. Ha, yo'q, o'zim. Shunday. Ulug'bek aka, shaharni qayerni aylamoqchisiz? Hech qayerni. Unda Hozir. Men sen bilan gaplashmoqchiman. nima haqida? Nima haqida bo'lardi? To'yimiz haqida. Dilnozadanmi? Ha. Ana, tilagimiz ham ro'yobga chiqdi. Jasur, erta uchrashuvimga o'zim chiqay. Mayli, chiqaver. Rahmat o'rtoq. Endi sizga bor haqiqatni aytmasam bo'lmaydi. Agar men sizga uylansam, meni do'stim ketib qoladi. Kim u do'stingiz? Qayerga ketadi? Meni do'stim Ruh. U menga juda ham ko'p yordam bergan. To'g'ri tushuning Dilnoza, men sira ham xohlamayman uni ketib qolishini. O, nimalar deyapsan sen bu yerda o'tirib olib? Ey, sen nega kelding? Kecha kelishgandik-ku. Aralashma. Eshitdingmi? Kim bilan gaplashyapsiz? Uzr, Dilnoza. Bir daqiqa, xo'pmi? Sen bu yoqqa yurchi. Yur. Chunki men uylangan kunim sen ketib qolasan. Men esa buni istamayman. Meni ketishim aniq. Dilnozani o'ylasang-chi undan ko'ra. Yo'q, agar sen ketsang, men o'zimni kechira olmayman, tushunyapsanmi? Vijdon azobida ado bo'laman. Men bir umr uylanmaslikka roziman, faqat sen yonimda bo'lsang bo'ldi. Kechir, do'stim, hammasiga men aybdorman. Meni o'ylamay aytgan bir og'iz so'zimni deb yosh umring xazon bo'ldi. O'shandan beri o'zimni o'zim ich-etimni yeyman. To'g'ri, lekin ba'zan o'limga o'zimiz ham sababchi bo'lamiz. O'shanda yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalarni omin deyishi xayolimdan o'tgan edi.
Hatto uyqusirab ham aytmagan bo'lar. Sevgilim, Zamiraga. Tushundim. Tunda yulduz tushganda o'shanda mendan so'raganding. Bu kim yulduz ekan deb. Balki senikidir deb aytgandim, esingdami? Agar o'shanda men seniki demaganimda sen balki yashayotgan bo'larding. Farruh, u yulduzi nima aloqasi bor? Hammasiga men aybdorman, tushunyapsan? Men aybdorman, Jasur. Seni yeb qo'yibsan, bilganingni qil. Shoshma. To'xta, iltimos. Qayt, Jasur. To'xta. Farruh, dur. Dilnoza xavf ostida tez yordam berishimiz kerak, bo'laqa. Ey, shoshma. Simonni uzatvorlaring. Yaxshi, qo'ling uzat. Ana u. Farruh, ko'zingni och. Farruh, meni qo'rqitma. Sizga nima bo'ldi? Farruh, oling mana bu narsalarni oling. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Hozir singlim, hozir. Ko'zingizni oching, Farruh aka. Meni qo'rqitmagin. Iltimos. Yaxshimisiz? Nega ketib qoldingiz? Hozir u haqda o'ylamang. Tushundim. Uzuk. Bu nega? Kecha oyim uni siz uchun yuborgandilar. Xayriyat, kela qolinglar. Kelinglar, ehtiyot bo'ling. Boshim. Sekin. Ehtiyot ko'taring. Boshlarini ushlanglar. Hammasi yaxshi bo'ldi. Mana, oldik. Bu yoqqa. Sekin, ehtiyot bo'linglar. Mana shu yerga. Shu yerga qiziq olinglar. Sekin. Rahmat. Singlim, men hozir tez yordam chaqirdim. Tezda kelib qoladi. Mana. Rahmat. Hamma joyingiz qonib ketibdi. Bunday bo'lishini qayerdan bildingiz? Aytganim bilan baribir ishonmaysiz. Nega? Chunki buni menga o'sha ruh do'stim aytdi. Bu gaplarni qo'ying endi, Farruh aka. Aytdim-ku, ishonmaysiz deb. Bo'lmasa siz ishontirib ko'ring. Menga qara. Mashinada seni raqamingni o'zini telefoni xotirasiga saqlaganda o'shani aytgan? Ha. Unda men raqamimni telefoningizga saqlab qo'yganingizda ismimni avval Farruh deb yozgansiz. Keyin esa o'chirib yong'in deb saqlab qo'ygansiz. Ana o'shanda yoningizda hech kim yo'q edi. Do'stim Yo'q edi, ha? Men bor edim. Diqqat
jon bolam o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, bolam. So'ra kelib Xo'p, oyi. Shamollab qolmagin. Dada, oyi, ruxsat bo'lmasa, bo'pti o'g'lim. Yetib borishing bilan qo'ng'iroq qildi, xo'pmi? Namuncha yig'lamasin. O'g'ling urushga emas, ishga ketyapti. Bo'ldi. Yig'lamang, xo'pmi? Bo'ldi, ketdim. Kech qolmay yana. Xo'p, xayr, o'g'lim. Xayr. Xayr. Ulbeka. Men sizni xuddi akamdek ko'raman. Yana mendan xafa bo'lmang. Unda baxtli bo'lgan singlim. Eshityapsizmi? Uzr. Kechirasiz. Ruchkangizni berib tura olmaysizmi? Ruchkangizni berib turing. Deklaratsiyamni to'ldirib oling. Olaveraymi? Maylimi? Rahmat. Voy, shoshmang. Ruchkangizni olib ketmaysizmi? Ruchka mendan sizga sovg'a. Rahmat. Attention please. The ticket for Uzbekistan Airways flight 201 to London is coming to an end. Passengers are requested to complete the custom declaration and proceed Siz ham Londonganmi? to gate number. Men ham. Birinchi martami? Ha. Siz ham birinchi martami? Yo'q. Men ko'p bo'lib kelaman. Ha. Yaxshi. Xohlasangiz Londonni sizga ko'rsataman. Yaxshi bo'lardi. Sizlar ham 203-reys bilan Londonga uchasizlarmi? Ha. Yordamlasha olaymi? O'ta qolinglar unda. Ha. Rahmat. Kelindan kuyovni qutlovchi talabgorlar bo'lsa marhamat. Farruh aka, do'stingizni ko'rdim. U kishi ketyaptilar. Jasur! Do'stim. Farruh. Bordi-yu, agar farzanding o'g'il tug'ilsa, ismini Jasur qo'yasan.